Yaxshi sizlar ko'rman do'stlar. Bu yoq bo'lsa bizning 5-qarar Paridiyo Ipak Yo'li sadosi Yengnur guruhining orzu yetakchisi mening bir qo'saq inim muhabbat Mamtumin bo'ldi. Yaxshi sizlar do'stlar. Ukam rahmat sana bu qatam shu ballani guruhlash, naqsh tanlash, anan keyindan shu ballarning naqshini chalg'ilashtirish, naqshlarga yetakchilik qilish jihatlarda nurg'un xizmatlarni ishlab berding. Mening qo'lim ko'p yengilladi. Bu qatam seni tanlaganimdan men bak rozi bo'ldim. Rahmat sana ukam. Endi biz bu qatam muhabbat ikkimiz shu o'quvchilarni guruhlashda yana shu oldingi qatimliq Ipak Yo'li sadosidagi programmamizdagi prinsipimiz bo'yicha qaysi ikki mayirni guruhlasak bir yaxshi naqsha, yaxshi o'rindilib, shu ko'rmanlarimizning esida qolg'idek, shularda yaxshi ta'sir qildig'idek bir naqsh bo'lib chiqadi deganni birinchi o'rin qo'yib guruhladik. Mayli guruhlash, mayli naqsh taqsim qilish jihati bo'lsin. Shunda bo'lganda bizning mahirlarimizdan Mehmetcan Mejit bilan Akram Tursunni bir guruh qildik. Bularning ovoz tusumi yaqin kelib qoldi ekan, naqsh aytish uslubim yaqin kelib qoldi ekan. Ondan ikkilisi yaxshi muzikantlar ekan bular. Salom ustozlar, yaxshimsizlar ko'rman do'stlar. Bugun bizning Yengnur guruhimizning mahirlari sizlarga o'z naqshlarini aytib bermoqchi. Demak, bu bizning ekranda Yengnur maxsus soni bo'lib qo'yilgan Yengnur konserti desakmi bo'ldi. Men shu bizning mahirlarimizning kayfiyatini azod tutib, o'zining iqtidorini eng yaxshi darajada joriy qildirishni umid qilmay shundaqla ustozlarimizning o'zlarining yaxshi ilhom madadlarini mahirlarimizdan aymasligini umid qilma. Unda bo'lsa bizning tuvanda maydonga chiqadigan ikki mahirimiz Akram Tursun bilan Mehmetcan Mejit. Bularning aytib beradigan naqshining ismi Tushimga kir. Dajaha, 我是 Akram Tursun. Yaxshimsizlar do'stlar, men Akram Tursun. Dajaha, 我是 Mehmetcan. Yaxshimsizlar, men Mehmetcan bo'laman. Ipak Yo'li sadosida naqsham qo'yilgandan keyin atrofimdagi do'stlar bo'lsin, tuqqanlar bo'lsin, men bo'lgan qo'llashi texmo bir palla yuqori bo'ldi. Ondan keyin men bu qatim olib chiqqan naqsham ijodiyat bo'lg'achqa bu naqshni anglash qatim sonimi Ipak Yo'li sadosi orqali texmo anglash qatim soni ko'tarildi. Hamda har qaysi suhbatlarda nihoyat yaxshi inkoslarni qabul qildim. Program qo'yilgan kunisi atdigandan kechgacha telefon qabul qildim. Hammasi shu tabrik so'zlari, shundan shu ta'sirini nihoyat yaxshi bo'lganligini his qildim. Urug' tuqqanlarim hammasi shunda xush bo'ldi. Menga jodim shunda yaxshi tilaklarni tilab uzatdi. Ammo shulardan suyundim. Bu qitim men bilan musobaqaga tushadigan Moyir bo'lsa, Mehmetcan Mejit akamiz nihoyat o'z yaxshi oq ko'ngil ustozningki yetakchilik ostida ikkimiz shu Abdulla Abdurim ustoz ijro qilgan Tushimga kir temisidagi naqshini ikkimizga bo'ldi. Bu naqshni mashq qilish jarayonida yuqori ovoz bo'ligi bo'lsin, tuvan taraflar bo'lsin, o'zimizning nurg'un yetarsizliklarini bizning ustozimiz bildirdi hamda nihoyat yaxshi bilimlarni bizga o'rgatdi. Mushir bika qamsun, shundaq bir narsa qilinglar bolalar. Bu yerdagi maqsad sizlarga shundaqni o'xshash aytib beringlar emas. Shundaq o'zinglarning xosligini qo'shinglar. Ana chuncha ishtaq yangiliklarni qo'shinglar. Sahnaga chiqishdan burun chuqur muqim qilib ol. Hamda shu naqshniki avjisidagi qiyin masalalarni hal qilish to'g'risida intayin yaxshi suhbatlar bo'ldi. Bu qitimliq musobaqada Mehmetcan akam bilan mushu naqshni eng yaxshi holatimizda ayta olsak, mushni men eng cho'ng g'albam deb o'ylayman. Akram ukam oxirida ikkimiz seni tirishayli, baliq kuchimizni chiqarayli. Chayo. Mehmetcan aka, tang tirishayli. Binekte kilip beşinga kunu yüzünge telmürüp ötse idi ömrüm
Kepinekte kilip beşinga konup Yüzünge telmürüp ötse idi ömrüm Nimedet kürüp men yanında turup Çeçinni sılaşka yetmeydi kolum Nime dert kürüp men yanında turup Çeçinni sılaşka yetmeydi kolum Yüreğim çok, yüreğim çok Düşümge gir canım, düşlerimge gir Yüreğim çoktur, yüreğim çok Düşümge gir canım, düşlerimge gir Ayağın tegini sipap ötersun Güynegin itegini suyudumaysa Men şu bir giyakçe bulalmadım Her kılgan sözlerim teger yürekke Men şu bir giyakçe bulalmadım Her kılgan sözlerim teger yürekke Yüreğim çok, yüreğim çok Düşümge gir canım, düşlerimge gir Yüreğim çoktur, yüreğim çok Düşümge gir canım, düşlerimge gir Ömür karvan Yıllarının koynunda Dilimde pıran Ötüp bardın Ömür karvan Men sana armağan Kıyılarım korda Yanar şam çırağı Sen bana armağan Sen men sana armağan Kıyılarım korda Yanar şam çırağı Kıyılarım korda Yanar şam çırağı
vakalatan sahnimizga chiqib, birlikda ajoyib chiroyli bir melodiyani bizga sundi. Abdulla akamning mushu naqshini boshqalarning o'rindishini anglagandan keyingi ta'siratini, shundaqla tavsiyasini anglab boqaylik. Aldınqı qatımdaki musobaqa jarayonida mushu ish o'quvchimiz bilan chiroyli naqshlari bilan ustozlarninki ko'nglini utgan. Ko'pchilik bunday yaxshi baho bergan. Mehmetcan yaxshi o'zining bir ijodiy asari bilan tonul ashta bo'lib ketgan. Yaxshi ijodiyatchi inimiz bu, umid bor. Kelgusida yana nurg'un yaxshi asarlarni, ijobiy xarakterda yetakchi rolni o'ynaydigan yaxshi asarlarni yaratadiganiga ishonch bog'lagan biz. Endi bugun ma naqshini boshqa bir kishilar ishlagan naqshini aytibmi yana aytdi yaxshi bizga omdan ta'sir berdi. Naqshi aytishnimi biladigan bo'lika. Biz endi buningga qo'l qo'ydik, dedik. Gapingiz bilan baş ustoz bir savolni so'rag'imiz kelyapti. So'ra. Nurg'un ko'rmanlarimizning, tordoshlarimizning ham qiziqadigan masalasi ekan. Mushu ustozlar sahnada bir mahir o'zining naqsini aytib chiqqan vaqtida u mahirning shu naqshida xoslik yaratishini umid qilamdigandi yoki o'zi aytgandek holatda aynan holatda ifodalab berishini bakrak umid qilamdigandi deydigan savolga bak qiziqadi ekan. Masalan, sizning naqshlaringizmi bu sahnada ko'plab o'rindilyapti. Izchil turdi mahirlar nurg'un naqshlaringizni qayta aytib kelyapti. Siz shu naqshlarda bir yangilik bo'lishini orzu qilamsiz yoki bo'lsa men aytgandek holatda shuningga o'xshash qiyofatda esa deb orzu qilamsiz? Tarixdan beri aytilib kelayotgan nurg'un naqshlar bor. Biz hozir davomli xalq naqshlari deb atab kelayotgan naqshlarımizmi nurg'un odamlar tomonidan aytiladigan naqshlar. Her birisinin o'ziga tushlik hissiyoti bor, o'ziga tushlik ovoz tusi bor. Shunday uzun jarayonda aytilish jarayonida bir-biriga o'xshamaydigan azroq ta'm kirib uningga. Puroq kirib. Qo'shilib, puroqlari qo'shilib, texmi mukammal bo'ladigan narsa. Ijodiy naqshlarni o'zgartirish yassi bo'lamdi. İcadi naqshlarmi qandaqdir bir boshqa bir dunyoning narsasi emas. Bilaverdi. Shu xalq naqshlarmi ayni vaqtda bu xalq naqshi deb tug'ilgan emas. U nurg'un davrning siniqini o'tgandan keyin uzilmay aytilib-chu, xalqqa yarab ketgan. Uzun mezgildan keyin biz uni xalq naqshi deb atadik endi. Bu naqshlarmi balkim agar mushu bolalarga o'xshash yosh bolalar tomonidan qayta aytilib, ma'lum bir yerga borganda bu shu xalq naqshlariga o'xshash obro'ga ega naqsh bo'lishi mumkin. Shundaqla narsa. Shunga o'zgarish bo'lishiga yo'l yo'q desak yaxshi bo'lmaydi. Asosiy melodiyaga cheqlanmaymiz. Chunki uni yozgan adam ashunday yozgan. Lekin naqshchilarning naqsh aytmig'i u bir aytishlam emas. U bir mashina emas, ijro qildigan. Bu bir san'at. Bu bir san'atchi. U cho'qim mush naqshi aytishni bir ijodiyat deb o'ylash kerak. Shuningga uning hissiyoti, uning ichki dunyosi o'zining naqshisiz ifoda etish kerak mazmun bilan, melodiya bilan birlashgan holda. Shunga ma nuqtadan naqshida cho'ng o'zgarish bo'lib ketsa, ijodiyatchilarning fikri chiqadi bunga. Puroq, hissiyot, hayajon, imliqlar, hatto har bir nafaslargacha, nafasning ovozimi ommabop naqshchilikda o'mi yo shu yo'da deyishi. Bu narsa qo'shilish kerak deb o'ylayman. Rahmat ustoz, tushunishlik bo'ldi menimcha. Bu ekran oldidagi san'at shaydolariga nisbatan yaxshi bir madad, rag'bat bo'ldi. Shundaqla ularning ko'nglini amin topqizdiradigan bir yaxshi javob bo'ldi. Undaqda bugungi shu 2 nafar mahirga nisbatan sizcha qaysi birisi sizning naqshingizni yaxshiroq holatda o'rindagandi? Mehmetcan shunday yaxshi aytdi. Akrammi menimcha nayt o'zgacha o'z hayojini bilan, o'z hissiyoti bilan aytdi. Bu ikkilisi davomli biz uchrab kelayotgan masalalardan bir-biridan farqsiz. Xo'sh, undaqda sizning tavsiyangiz? Men endi boshqa jihatda farqlantirolmay, shu yosh jihatda farqlantirib bularni. Shu Mehmetcanni tavsiya qilishim to'g'ri. Mehmetcanning o'zi obraz Musajon degan ismga o'xshaydi. Musajon deganlik kelibdi. Biz shu Bug'ra shirkati bilan deyishib maxsus ism qo'yilgan programmadan birini ta'sis qilaydi. Menimcha qiziydi cho'qim. Bo'ldi, unaqa bo'lsa sizning tavsiyangizdan xabar topdik. Shinjan muallim, sizning tavsiyangiz? 这是一首爱情歌曲，意境很好，你走进了我的梦里，非常好，关键是他们
二位呢唱的也非常好。要我推荐呢，我还是更倾向于买买酱。好的，感谢老师的推荐。Ayşegül muallim. Bu nakşı emmizlik tunuşluq abay nakşı hakkında to'xtalib o'tdi. Men bek yaxshi ko'radigan naqsha. Yana kelib bu naqshining xarakteri nafas talab qildi. Mehmetjon yeshi Akramdan cho'ngroq va ko'rgan sovrinlari ko'proq bo'lg'achqa naqsh ijro qilishdagi tajribasi mo'l ekan. Akram Mehmetjon yeshi kichik bo'lgan bilan lekin ijro qilishdimi o'zining yeshidan alqib ketgan bir qobiliyat bor ekan. Şuna ben Ekrem'ni tavsiye kılmam. Rahmat, Kırsamoğlu muallim, Ablet muallim. Bek çıraylık etti her işkilisi. Bu Purak elişte her işkilin ayrına aitti. Mehmetcan'a gep ketmeydi. Ben aldığım nöbetlik şu baskışlam maillığımını, qaylığımını bildigen. Ekrem inimiz mi Ayşegül muallim degenidek özünün yeşidin alqıp ketken derecede naiti bir moqimliq bilen yani şunda özgüçe Mehmetcan bir xil naiti özgüçe ey Mehmetcan acayip çıraylık yani tatlık bir icra kılıp davasak bu inim qopab yani özgü xas bir özgüçe tem bilen özgüçe xaslık bilen ayda icra kılıp bek çoğun farksız gerçi yaş küçük bolsa mı aşındaq bir aletde icra kıldı. Şuna tavsiyeniz ahırkı tavsiyerim menin yanıla şu Mehmetcan. Mehmetcan. Aygül Hanım, sizden tavsiyeniz? Bizden bana nakşı itiş, bu ilgili fakat avazımızla ifadelangan narsa emas. Avazımız mı gerek, kol hareketlerimiz mi gerek, közlerimizin tatı bizim bedenimizgacha bu ifadelash vositamiz bo'ldi. Ciddi yuyan deymiz. Endi ilgili hazırkı balalarımızda nima narsa bor ekan desanglar, ya ko'zni boshini ya jumbilib lam hech kimga qaramayla aytadigan ish bor ekan. Yoki osmonga qarab oldi ekan, ilgili Guangzhou'da ben kömeği diyen alattı. Ya ki peski qarıbılıp, ya qarıbılıp lam etişti. Men doy qılamaatımız şu Guangzhou'lağa. Emniyette bize xudun boluş gerek de. Mesela özümüzün məşqida meyli, közümüzü jumulup, özümüzün içki dünyamızı qarab durup, özümüzün xiyalımızı, tuyg'urimizni, özümüzün ijadiyetini qetib durup isaq bo'laverdi. Lekin biz sahnaga chiqqandan keyin bu bir badiiylikini yuqori ko'tiraman. Agar mush asarni men yaxshi o'rindab, mush xalq bilan rasmiy bir jerchu qilgan, xudun qilgan alat aytmada aytganmiz, mush ko'zimizning rolimi bek cho'ng. Bu ko'zimiz bevosita boshqalar bilan uchrashib, bizga shinqov qaytiradigan bir a'zoyimizchu. Shuningga men o'ylayman, iloji bor, mush naqshi aytayotgan vaqtida ko'zimizmi, badanimiz, qo'l harakatlarimiz, turish qiyofatimizdan tatib bir diqqat qilib ketgan bo'lsak, mushu ifodalashda texmi bir yuksak bir pallaga chiqqan bo'ladiq, yana bir qadam yuqori o'rlagan bo'ladiq degan bir orzuyim, umidim bor. Mening tavsiyalarim Mehmet. Rahmat, tushunishlik bo'ldi. Bu tavsiyalar balki Mevlana Efendimning eng oxirgi bir qarorini chiqarishiga yordamda bo'lishi mumkin va yoki Mevlana Efendimning bu bir qanchalik tarbiyalash jarayonida o'zining o'ylaganlari bo'lishi mumkin. Mevlana Efendim. Mening mushu ikki mahirim bilan bizning mushu aka inilik ustoz shogirdlik rishtimizni bog'lagan mush Ipak yo'li sadosi programmasiga men rahmat aytaman. Biz haqiqatan ko'ngillik damlarni o'tkazdik mashqlar jarayonida. Bu jarayonda hamda Mehmetcanning iqtidorini shu birinchi naqshda biz hammamiz bildik. Ondan Akramga kelganda men Akramni yuzturani shu xizmat jarayonida texim yaxshi tushundim. Akramning maylimi kasbiy jihatdagi iqtidori mening o'ylagan yerimdan xilla malqib ketgandan boshqa buning mijoz xarakteri bo'lsin, odamiyligi bo'lsin, bek esli yetgan bu. Bugungi naqshinimi ikkinglar men roz bo'lg'idek, meni hayajonga sog'idek aytib berdinglar. Sizlarga rahmat. Qanday sizningki eng oxirgi qaroringiz bilib olayli. Chiroyli gapdan yana ikki qiz qilaymi ya? Ya, rahmat bo'ldi. Xo'sh. Bo'ldi. Mening oxirgi qarorim Mehmetcan Mecit. Muborak bo'lsin. Mehmetcanning Yangi Nur guruhida muvaffaqiyat qildi. 3-bosqich qadam qo'yganligini qizg'in tabriklaymiz. Tayyorligingizdan texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Aram og'ash do'stingiz bo'ldi. Adabsizlik olsun so'ray, qancha yoshga kirdinglar? Men 23 yoshga kirdim. 23 yoshda mush sahnada turib, ustozlarning oldida o'zining bir naqsini o'rinlash menimcha bu bir katta mahorat, ham bir qaltis jasorat. Shaxsan men balkim 23 yosh vaqtimda jur'at qilolmasligim mumkin edi.
Bugun mushu sahnada devilishga tegishli qanday yurak so'zlar bor anglayli. Albatta, eng burun ota-onamga rahmat aytaman hamda ustozim Mavlon Mamtimin ustozga o'sha yaqinda chapa chekdi. Bizga nurg'unlagan, biz bilmaydigan bilimlarni o'rgatdi, rahmat. Barliq ustozlarimga rahmat. Mağaçu. Sizga albatta rahmatim ko'p. Mağam rahmat deb qo'ya. Abdullah akamga rahmat aytamiz sizga. Barliq ustozlarga rahmat, sizga rahmat. Mağam rahmat. Mush naqshini Nayetdi Mehmet akam bilan yaxshi yetib oldik deb o'ylayman. Mushning o'zi men uchun eng cho'ng g'alaba deb o'ylayman. Menimcha mau 23 yoshlik Akramni qara. Ha. Buning ro'yiga, buning mushu kichik yeshidagi qobiliyatiga, tamkinligiga bir xo'shallik badaqqa. Men mushu Mavlandan bir so'rmoqchi, mush menga yaramdi zodi. Aka, men sizga chin dilimdan rahmat aytmay agar shu qarorni qilsangiz. Xo'p, mushu Akramga biz bir fursat beraylik. Bu yana bir ma'sun deb o'ylab qoldim, qaranglar. Rahmat aka, rahmat. Programmamizning qoidasi bo'yicha Abdullah ustozning video guruhiga har bir guruhidan bir mayirni qutqizib elib kirish huquqi bor. Shu bo'yicha bo'lgan chaqda navbatdagi Yangnur guruhining baygisida asli sahnimizdan vaqtliq ayrilish oldida turayotgan mayirimiz Akramni hozir Abdullah ustoz o'z guruhiga shogirdlikqa, ya'ni o'z guruhiga mayirlik elib kirmoqchi. Bu bir katta xo'shallik bo'ldi. Muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat ustoz, rahmat. Bo'ldi. Bunda Abdullah ustozni chinqirib bir quchoqlaylar. Muborak bo'lsin. Mavo qolgan mayirlarimizdan Venira Yarmuhammad bilan Subinur Anvarni bir guruh qilgan to'q. Yana afsuslanarli yeri bizning Venira Yarmuhammad singimiz kelmaydigan bo'lib qoldi. Bularga biz shu bizning muhabbat Mamtiminning men bak yaxshi ko'radigan bir ijodiyati aytyapti. Vaqt tezroq o'tma. Bak payz naqsha bu. Mushu naqshni taqsim qilgan bu bolalarni nayt yaxshi ko'rib o'rganganda hamda afsus Venira kelmaydigan bo'lib qoldi. Buni Subinur singlimiz yolg'iz aytdi. Shundaqla yanıla Abdullah akamning bir mayiri bilan raqobatlashib, qaysining naqshi payz chiqsa biz shuni tanlab olamiz. Maydonga chiqadigan mahirimiz bilan birga tushadigan mahirimiz kelinmagan bo'lg'achqa, tungunki chektatgan natija bo'yicha bugungi mahirimiz shu Paridio gruppasining bir mahiri bilan ayrimdan naqsh aytib peki qilmoqchi endi. Amasa shu Mahliya Mardan mahirimiz qani sahnaga marhamat. 大家好，我是苏比爱你玩。Ekranınızdaki görünmen dostlar yaxşımısınızlar? Benim ismim Subinur. Yaxşımısınızlar dostlar, ben Mehliya Mardan bo'laman. Programma qo'yilib, men akşam chiqqandan keyin, mayli meni ota-onam bo'lsin, urug' tuqqanlarim bo'lsin, yonimdagi do'st birodarlarim va yoki xizmatdoshlarim bo'lsin, meni har tarafdan shunday yaxshi qo'llab-quvvatlab, yaxshi baholarni berdi. Natnush odamlar bo'lsin, shulardan tortib, nayt yaxshi fikrlarni ham baholarni berdi. Bundan men nayt xushal bo'ldim. Bu qitimliq 5-qara Ipak yo'lda talangandan keyin Öydkiler hem tuqqalarniki yaxshi maqtishiga erishdim hamda qo'llashiga erishdim. Bundan keyingi bosqichlarda texim tirishib, ularning umidini, ularningki tilaklarini, yaxshi tilaklarini yal qo'ymaslikni umid qilman. Mayli men bu qitim kim bilan PK tushay, naqshamni yaxshi aytishga tirishaman. PK tushgan do'stimni yaxshi aytishni umid qilaman.
Vadimizni unutma. Ben mukter, sen mukter. Vadileşken işkimiz. Ben mukter, sen mukter. Vadimizni unutma. Ben mukter, sen mukter. Yarvesliga yetkizgin Visal kutib o'tayman Har bir minut, har bir kun Vaqt tezroq o't Men bugundan xo'shlashay Vadileşken işkimiz Ben mukter, sen mukter Vadimizni unutma Ben mukter, sen mukter Vadileşken işkimiz Ben mukter, sen mukter Vadimizni unutma Ben mukter, sen mukter Vadileşken işkimiz Ben mukter, sen mukter Vadimizni unutma Ben mukter, sen mukter Vadileşken işkimiz Ben mukter, sen mukter Vadimizni unutma Ben mukter, sen mukter Si ajoyib chiroyli naqshlarni o'xshamagan yo'sinda bizga hadya qildi. Bu bir Yangnur gruppasidagi o'zgacha bir o'rindash shakli bo'ldi. Ya'ni hammasi o'z oldiga o'zlarining naqshlarini o'rnagan bo'ldi. Qandoqda navbatda tavsiya bosqichiga o'tib ketaylik. Aygul xonim. Subinurning ijrosi men baklam so'yindim, xush bo'ldim. Shunda sog'lom, shunda pokiz, ochiq holatda. Garchi 4 graduslam ifodalash, re mi shi Aşnaqlam alatgan, aşundaqlam aylanib mangdi, lekin shunda kichik bir narsanimi tatliq o'zining joyida shunda umaqli qiliblam o'rnab berdi. Unisi ovozning sog'lomligimi shundaq yaxshika. Ba'zi bir ustoplarni Adilasidaqqa o'xshatib qoldim bizniki. Oldin qarar detak jo'g'an. O'xshab qolgan. Qiyofatlari mancha-muncha o'xshab qoldi-ki insonlar. Endi bekchiq bolalar men musobaqa deb cho'ng asarlarni o'ziga tushmay qolgan, qiynalib ketadigan, jonni qiynab, gelni qiynab, aytadigan narsalarni tanlab oladi. Unisi men sahnaga chiqqandan keyin jiddiychilik, men sahnaning oldidagi jiddiychilik bilan ketib, gelning sog'lom turishiga ta'sir etib qoladi-chu. Men Subinurningki men naqshda men bek so'yindim, xush bo'ldim. Sizning tavsiyalaringiz? Narsani omaq tatliq o'rnalsak bu bir qobiliyat, iqtidor. Mening tavsiyalarim Subinur. Rahmat, sizdan bo'ldik ma'lum. Ablat efendim. Məxliyarnınki biraz ciddiçilik oldu. Akünsi ifadesi xəlil yaxşı. Biz oldu bilen şu naqşının üzünü nait mükemmel aynallik bilen icra qılıp vayığı yetkizip boğanda anandikin qılıq çıqırıp özgüçülük xaslıqını anandikin yaratsak bu sel önümlük buludu dep qarayman. Hem de mavu Subinur alamet baya Aygul malum degandek naqşa bek çoğun Avaz dairesi mi kengre bek qiyinlik noktası emas, lekin o'ziga bek chipdi. Mening tavsiyalarim Subinur. Aşgul muallim. Men o'ylayman, Mahliya muqomlarni ijro qilganda cho'qim boshqa naqshlarni yaxshi ijro qila oladi. Uning ustiga Subinur mening ko'nglimni xil hayajonlantirdi. Abaysiz degandek Adila Sidiqninki uslubi bor. Shunday. Shu nega farq qilyapti. Bugün endi men o'zimniki tavsiyalarim Mahliya. Rahmat, xursand bo'ldik. Buldunaqda Abdulla muallim. Qaranglar, bular aytgan naqshimi bir-biriga shunda yaqin. Mavo Mahliyar aytgan naqshmi bu naqshning u mening naqshammi? Burun men aytgan. Balkim 300 yil burun aytgan. Yaqin mazgillardagi naqshga olsa. Mushu Subi aytgan naqsh bilan bu ikkisi bir-birini to'liqlaydigan. O
vaqt ishtiroq o'sman bordim, ko'rishsam bo'ldi deydi. Bu kemmiding deyotgan bir naqshi. Va'da qilgandan keyin kelsan o'ldi deydi. Mushta bir naqshi. Uni ustiga ovoz doirasini qaranglar. Bu ikki yil naqshi. Mushinchilik yedik naqshi bu. Buning nari tas ya yuqori ovoz yo'q, ya to'yanga tushib turgan ovoz yo'q. Mushinchilik yerda o'qituvchilarni hayajonga selish bu ta'sirroq ish taxi. Nima uchun musobaqaga bular oldinga qaradiki o'quvchilarni tanlaydigan musobaqada cho'ngroq naqshlarni ishlatamiz desa, bizning ovoz doiramizni tax bular bilmaydi. Shuning uchun tuni bor, yuqorisi bor, qiyinlik nuqtasi bor naqsh tanlaymiz. Ammo hozircha ma'lum o'zi sen budo men shu naqshni aytmasanglar bo'ladi. Mushningda sen menga qanchalik narsa ko'rsatarlaysa deganda sabab bor, maqsad bor. Mushu doira ichida bu yana qanday hayajonlantira oladi degan gap. Menimcha cho'ng naqshga qaraganda taxi kichik naqshlarda odam qoyil qilish tasroq. Ham sizning tavsiyangiz? Mening tavsiyam Subinur ham bu xalqqa yana jiqyapmayli. Ya jiqtirishim. Davomliq mushta naqshni aytamsiz ya bundan keyin bir adam bo'lib qolay deb qo'yganmiz. Endi avizispa naqshlarni aytishtirishma. Shunda qiling. Bilam, shunda chiroyli ovozingiz bor ekan, nozukchu. Rahmat, xursand bo'ldik. Shi muallim.您的推荐是？二位唱的都很好，各有各的风格。麦克利亚尔唱的也是这个流行爱情歌曲，苏比诺尔唱的也是爱情流行歌曲，各有特点，唱的各有特点。但是我更倾向于苏比诺尔，他把这个流行歌曲真的唱的是非常到位，唱词跟他的表情跟他的动作融为一体啊，现代气息体现出来了。流行歌曲就要这么唱，而且我觉得这个唱得很成功。好的，我推荐苏比诺尔。好，感谢沈老师。Buldu, undaqda Mevlana efendim. Ahırda sizin kararınızdan anlaşqa bək bitaqat bolduq. Hazır oxşumuğan bahala, oxşumuğan tanlaşlar buluvatıdı. Belkim bularning əmili ifadəsi adətdəki vaxtlardakı öyrəniş pozisiyasına nisbətən könlünüzdə oyluğanlarınız buluşu mümkün. Və ya ki bugün bu naq meydandakı ifadəsi qarta bevasita qarar çıxıramsız sözünüzdən anlaylı. Bu naqsha şu bizning Yangi Nur gruppimizning bu qitimliq arzu yetakchisi Muhabbat Mamtimin efendimning chiroyli tatliq ijodiyatlarining birisi. Subinurmu Muhabbat akasining bu naqshni yaxshi aytdi. Ondan bayam ustozlar degandek bu naqshning ovoz doirasi ancha keng emas, lekin cho'qim bir ifodalashni talab qiladigan bir naqsha. Subinurning bugungi ifodasidan men rozi bo'ldim. Ondan Mahliyar to'g'riliq men bakjiq to'xtalmasammi, ustozlarimiz Mahliyarning yaxshi taraflarini, ba'zi kamchiliklarini to'liq ko'rsatib o'tdi. Eng oxirida mening tanlashim Subhi Anvar. Mübarek olsun Subinur'dan. İkinci basqışdan muvaffaqiyatlik üçüncü basqışqa qadam ağalıqını qızğan qutlaymiz. Hem tayyorligingizdan texmo puxta bo'lib, qiyinlik darajasi texmi yuqorroq bo'lgan naqshlar bilan o'zingizga jang e'lon qilishingizni, raqobatchilaringizni utib chiqishingizni umid qilamiz. Sizga omad tilaymiz. Marhamat. Mahliyar, gerçi uzun yıl şu müzik kasbidan ta'lim olgan bo'lsak, balkim sahnaning ayvisi so'ri boshqa bo'lishi mumkin. Uning ustiga udulda o'ltog'ini boshqa odamlar emas, dal sizga yetakchi bo'layotgan va yoki uzun vaqt sizga dars bergan hamda biz hurmat qilgan san'at ustozlari. Shunlashqa balkim jiddiychilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Mayli qandaqla bo'lishidan qat'iy nazar, menimcha bugungi mag'lubiyat atidagi g'albimiz uchun bir ul bo'ladi, bir palampay bo'ladi. Buni dastlab biz igizga o'rlaymiz. Sizning hozirgi hissiyotlaringizni anglaydi, ikki ig'iz minnatdorligingiz bilan qo'shilishaylik. Bu sanda mayli shalinish olsun ya tanlanish olsun. Mush san turib men ustozimiz Abdullah Abdurim ustozning mush naqshini aytganimga men shunda xo'sh hamda keynimdan meni qo'llab kelayotgan ota-onamga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Hamda mush ustozlarga ko'p rahmat aytaman. Yaxshi bir fursatda ustozlarning naqshingizni o'rinlash imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Sizni yana texim yaxshi sahnalarda uchratishga bitaqatmiz. Rahmat. İnsan degan harman nima? Biz ko'paymiz shundan nima?
tavsiye qiladigan uy bezakchilik şirketleri barmidi? Bor. Şu Google xonli bezakchilik şirketiga borsanlar bo'ldi. Uyni bek yaxshi bezaydi, loyihasi shunday yaxshi, bahosimi bek muvofiq, ham sifat kafolati bor. Shu yerga beringlarchi. Shu bizning Parido Yipak yo'li sadasining riyosatchisi Nijat Vali Yoqubmi shu shirkatda bezatgan. Ha, shundoq ekanda, rahmat. Ondan biz Olimjon Abliz degan mayirimiz bilan Irshad Jurat degan mayirimizni bir guruh bulduk. Bularmi ikkilisi muzikant bolalar ekan to'q. Bular muzikani çalgılaştırış işlerini muhabbetinin yetekçilikte öz üstüge aldı. Alimcan muzikasini işildi, Irshad gitarını çaldı, qağan tangşe qağaçlarını muhabbet qıpaydı degende. Şimdi növbette bizning Yongnur gruppasidan maydonga chiqadigan ikki mahirimiz Irshad Jurat bilan Olimjon Abliz. Ularning aytadigan naqshisi Ranjimayman. 大家好，我是阿里木江阿布丽兹。yaxshimisilar, men Olimjon Abliz. 大家好，我是来自伊犁的歌手Irshad. yaxshimisilar do'stlar, men qo'ldan kelgan Mayir Irshad. Bu da 5-qarorliq Parido Yipak yo'li sadasiga qatnashib, men ekran yuziga chiqqandan keyin bo'libmi ota-onam va urug' tuqqanlarim mendan intayin suyundi, xushal bo'ldi. Ular meni tiximi qo'llashga boshladi. Cho'nglar bo'lsin yoki urug' tuqqanlar bo'lsin, ularningki nihoyatda hayajonli qilkida va meni qo'llab, texim yaxshi etib, meni rag'batlantirishlar bo'ldi. Nurg'un birodarlarimiz ko'rib, jiqadamlar to'nigan bo'ldi. Shu vajdan Yipak yo'li sadasi programmasiga ko'pdan ko'p rahmatlarimni bildiraman. Bu qitimqi saniga Ranjimayman temasidagi naqshini Irshad Jurat saboqdishimiz bilan birga aytadiganga ustoz topshirdi. Özüm kettim bekira, kaldı senden yürügüm, gözlerine yaşarım, uzatkan tüm güzel, düşümde meçhul, senden canım gelmiyor. Ma ishqillarning tayyorliqning bo'shliqqa yana chiqib qopti. Mayli bir ikkinchi qadamga minglar cho'qim, mushu bir naqshanglar yaxshi chiqsin, o'zinglarning aloyligini, o'zinglarning nimasini yaxshi joriy qildirib, 10 naqsh aytib haqni esida qolmagandan shu bir naqshini yaxshi aytib, balki va ma bola mundaka degan narsani bildirish bak muhim narsa billah. Jumov qilib. Bu naqshini ustozning yanida turib, ustoz jiq mashqlar saldi, ko'plagan tajribalarni o'rgatdi. Ovoz chiqarishdagi qattiq yumshoqlik, hissiyot berish, ovozga jihatda nurg'unlagan bilimlarni o'rgandim. Ovoz chiqarish, ovoz kontrol qilish degandek nurg'un bilimlarni bizga o'rgatdi. Bu qitim bu naqshni yaxshi o'rganib, sahnaga eng yaxshi holatda chiqishimni ham Olimjon ishkimizniki eng yaxshi holatda etib tushishini umid qilaman. Natija muhim emas. Bu da ustoz bizga belgilagan naqshini cho'qim mushu sahnada yaxshi ijro qilib, yaxshi o'rindab, bir xalq yaxshi ko'rgudek bir naqshi qilib chiqarish uchun tirishaylik saboqdishim Irshad. Olimjonga bu qitimliq musobaqada zo'r qalb bilan tilayman. Sahnada ko'rishaylik. Özüm kettim bekira, kaldı senden yürürüm, gözlerine yaşını uzatkandı güzel. Öttü şunda necay, senden cala gelmedi. Ayrılmayız degan bergen va'da shu miydi? Ranjimayman hargiz ayrılganda senindin, bu
Buldu yemde kıyda gitmeymen senindi Rancımeymen hergiz bu ayrılgan gasınındı Buldu yemde kıyda gitmeymen senindi Kettim Bekir'e Kaldı senden yürügüm Gözlerine yaşalı Uzatkandım güzelim Öptü şundak neçe ay Senden cevap gelmedi Ayrılmayız diyen bu Vergen vere şu Rancımaymen hergiz ayrılgan gasınındı Oldu hem de kıyda Kütmeymen senindi Hergiz mu ayrılgan gasinindin Boldu yemde kıyda gitmeymen senindin Yana 2 nafar mayirimiz bir naqshni o'rtaq tamomlash orqali o'zlarining naqsh etishdagi mahorati, ovoz tusi shundoqla bugungi ifodasini bizga namoyon qilib berdi. Bundaqda yuqoridagi naqshni anglagandan keyin ko'rmanlarimiz huzurlangan bo'lsa, bizning yetakchi ustozlarimiz kimni tavsiya qilish haqida ma'lum o'ylarga kelgan bo'lishi mumkin. Birlikda anglab boqaylik navbatni. Ablat ustozga beraylik, marhamat. Irshadninki oldingi navbatlik bizga qoldigan ta'siri qarablam ha, eliqi Irshad ikimiz deb bilgidek bir ta'sirini qoldirib chiqib ketgan yaxshi inimiz bu o'zi gitarni olib ha, ismida bormi ekan. Nayt yaxshi. Amaliyotda Olimjon mushu naqshning asli holatini ijro qilishni asos qilib turib, o'zining xosligi, o'zining alohidaligi qaytilmadi emas, aniqlik qaytildi. Ya'ni farqi bor, asldagi bilan xoslik bor, farq bor. Lekin endi bu Irshad inimnikidimi xato demayman, lekin sal ortib ketgan ba'zi bir mushu ma'noqshiga nisbatan-chi. Ashtaq bir taraflar bor deb qaradim, lekin ijroda, sifatda masala yo'q. Meningki tavsiyam Olimjon. Rahmat. Xursand bo'ldik. Xo'sh, Ayshigul Ma'lumot, sizning tavsiyangiz? Mening tavsiyam Olimjon. Olimjon bo'ldi, shundaymi? Rahmat, xursand bo'ldik. Undaqda navbatda biz Aygul Ma'lumotning tavsiyasini olib boqaylik. Mening tavsiyam hamda ko'proq mushu bolalarimiz shu mashqni ko'p qilib, mashq orqali o'zining badaniga bek o'zlashib, bek singib ketgan vaqtida, andan tabiiylam ashtaq bir puroqlar, tabiiylam bir hissiyotlar, tabiiyli bir chiqqan ovozlar bor. Uni biz his qilib tura olamiz. Undaq chiqib kelsa, uni biz qabul qilayotganmiz ham bizga bek yoqadi ekan. Lekin agar qo'yida uni qasdanlik bilan bo'lmagan bir narsani qilib qo'ysak, qetib qo'ysak, bizmi biyaram bo'lib qoldi ekanmiz. Endi mening tavsiyam Olimjon. Rahmat. Muallimning tavsiyasidan xursand bo'ldik. Qanondaqda shu muallim. Mening tavsiyam Irshad. Irshad. Abdulla ustoz. Cho'ng ish yo'q. Bu ma nayt hayajon bilan aytdi, qaranglar. Olimjonda texmi chataq yo'q. Mening tavsiyam mavi Mirg'iyos. 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 Mirg'iyosga. Irshad. Irshad. Rahmat, xursand bo'ldik, Mavlanka. Irshad mushu ustozlarning baholarini angladim.
Ondan mening sana deydiganim ancha o'xshamaydi qara. Sen 18 yoshga kirding. Sening ügündigan, buzub tüzeydigan, bangmashroq bildigan kasbda xatalashqa jur'at qildigan vaqting qara. Men bugungi sening shu ahangni shu o'zgartishlaringdan hatto ba'zi shunda qattiq yumshoq aytib ba'zi yerlar gaplarni yutirib etishingdan men bak zo'qlandim buguncha. Rahmat ma'lum. Men mushuni yoqtirma. Sendek yoshlarning mushundaq bo'lishini ash konu yo'lda mengayvermay har xillar yangi ishlarni sinab beqishini shu orqali yangi bir yo'llarni vujudga chiqarishni men umid qilaman. Rahmat ma'lum. Olimjon endi shu asliga sodiqroq aytdi, bu chiroyli aytdi. Hozir men uqmadim endi qanday qilishni. Ya Abdulla akamga akam abi balamni qutqizalang degilar tex bo'lmaydi. Birodarlar, qo'linglarni bersanglar. Deb bo'ldingda. Mevlam muallim, navbatda sizning Yangi Nur guruhida beygi bosqichida tanlab qolmoqchi bo'lgan mahiringiz kim bo'ldi ekan? Rahmat ukam, mening eng oxirgi qarorim Olimjon Abdulaziz. Muborak bo'lsin. Olimjonning 3-chi bosqichga muvaffaqiyat qadam bosganligini qizg'in qutlaymiz. Ham shunday tayyorligini qutib bo'lishini chinligini umid qilamiz. Aram og'ash do'stingiz bo'ldi. Rahmat ustozlar, rahmat. Ershaddan suyungan nurg'un ustozlar bor. Ershadga o'z nuqtai nazari bo'yicha ta'lim bergan ustozlarimiz bor. Mayli qandoqli bo'lishidan qat'iy nazar, bugun Ershadga nisbatan bu sorun, bu sahna bir o'g'inish maydoni bo'ldi. Mavlon muallim aslida hayotiy kuchga to'lgan, yoshlik jasorati urg'ib turgan, yangi tafakkurga to'yingan yoshlar bilan hamkorlashishni, ular bilan bir ish qilishni bak yaxshi ko'rdi. Shunday bo'lgan ekan, menimcha bugun gerçi bizning natijamiz Ershaddan kutgandek bo'lmasa-mu, ammo Ershaddan Mavlon muallimning ustoz tutganligi bundan texim yaxshi hamkorlik fursatlaridan bizga derak berib turyapti. Ershaddan bu natijadan toza xo'shimg'anligini his qilyapman. Gerçi o'zimizga tasalli berib, har ish tayyorligimiz bor degan so'zni doim o'zimizga amroq qilsaqmi, biroq naq beshimizda bo'lganida balkim ko'nglimiz azroq yerim bo'lib kelishi mumkin. Hozirgi hissiyotni anglab boqaylik. Oldi bilan shu Ipak Yo'l sadosiga barliq ustozlar qizg'in rahmatimni, hurmatimni bildiraman. Mavlon muallimga ko'pdan ko'p rahmatchiq jafolarni tatdi. Shuning bilan birga meni beqib cho'ng qilgan opamga cho'nqir rahmatimni bildiraman. Ustozlarga rahmatimni bildiraman. Bugun men hech qanday afsuslanmayman. Men 18 yosh mening mangadigan 28 yosh, 38 yosh, 48 yoshlarım bor. Men bugun yana bir yangicha musharrislarga bir naqshani aytib turganimda men nayt xushal. Yaraysa. Ovozdan chiroy turqidim, hargiz 18 yosh chiqmaydi. Menimcha bundan keyin biz bilan Ershaddan uchrashadigan sahnalarimiz bak ko'p bo'ladi. Chunki Ershadda hech kimda yo'q va yoki nurg'unlarimiz ketkizib qo'ygan bir boylik bor, u bo'lsa yoshlik. Yoshlikdan iborat shu boylikni qadrlab, texmi yaxshi o'zingni jilolantirishni umid qilamiz. Abdulla akamning so'zi bor o'xshaydi. Yo'q, boshqa gapim yo'q. Seninkiga qo'shilaman. Xo'sh. Bunda 18 yoshlik chiroyli bolani obdan asrab biz buningda yaxshi mevalarni tetishimiz kerak. Haydi zo'r umidlar bor Ershadniki. Hozirgi bu holatidagi bu ahvolidan bundan keyin qolib ko'zimiz Xo'shalik kelikidim sana rag'bat bergan akalarim bilan ustozlar bilan bir quchoqlashib qo'shilishib ol. Rahmat sana. Sen degan aman nima